Farg'onaliklar, azizlar, 1400 yil ortga qadimgi Makka, qadimgi Madina loyihasi 27-sentyabrda Yangiqo'rg'ondagi Ansor Mall'da bo'ladi. Azizlar, bir necha kun mehmoningiz bo'lamiz. Kelinglar, qarshi olinglar, o'sha davrlarda bir yashab ko'ringlar. Ota-onangizni olib keling, o'zingiz keling, virtualniy sayohat qiling. Bir nechta sovg'alarimiz bor. Qaniydi shu loyihada bir go'zallik bo'lsa-ki, Farg'onada doimiy qolsa. Mana shu mehmondorchilikka qarab. Azizlar, biz quruq kelmadik. Farg'ona uchun quruq kelmadik biz. Farg'onaliklarni me'moriy obidalariga 360 graduslik mini film olish uchun barcha elita uskunalar bilan kelganmiz. Biz start boshlaymiz. Qanchadir bir muddat mobaynida turizm va boshqa sahnalarda Farg'onaning 360 graduslik filmi tayyor bo'ladi. Xohlasangiz YouTube'ga qo'ying, xohlasangiz turizm joylariga qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz telefonda foydalaning. Bu butun dunyo uchun. Lekin Farg'ona haqida. Mana shunday yangiliklar bor azizlar. Biz sizlarga quruq kelmadik. Mehmon bo'lib keldik, lekin quruq kelmadik. Kelinglar Ansor Mall'ga. Qo'ng'iroq qilinglar, kelinglar. Har kuni soat 9 dan kechki 9 gacha bo'ladi. Ya'ni 7 kun mobaynida 27-sentyabrdan boshlab.